Biz hozir pul bilan gullash qizlarga sovg'a qilamiz. Assalomu alaykum. Mana bir minutga qaranglar. Mashina ichida 10 ming, 20 ming, 30 ming, 40 ming, 50 ming, 60 ming, 70 ming, 80 ming, 90 ming, 100 ming shu pullarni bittasi bekitilgan. Agar topsanglar, men sizlarga pulini ham, mana shu gulni ham sovg'a qilaman. Hech pul bekitilgan, aytinglar. Nechta bekitilgan? Yo'q, mana qarang. Hozirga aytdim, mana shu 10 mingdan 100 minggacha-da, tushundinglarmi? 30 mingdan. Yo'q, qarang, yaxshilab o'ylanglar, chunki bir marta olaman-da. Yaxshilab o'ylab aytinglar. Yo'q, bir marta olaman, bitta imkoniyatinglar bor. 3 ta pul bor, faqat har xil pul bo'lishi ham mumkin, hech bo'lsa. Bitta 5 mingtalik. Bitta 20 ming. Ato'larga yomon topib qo'yish ato'larga bor. 35 ming. Yo'q, 35 minglik yo'q, qaranglar. 10 ming, 20, 5 mingtalik yo'q. 10 mingdan 100 minggacha faqat men 10 ming, 20 ming, 30 ming, 40 ming mana shunaqa. O, atak topib qo'yish ato'larga. Tezroq yetavora qolinglar, qo'lim og'rib ketdi. O'ylagan ato'mash qizlar meni qo'rqityapti. Qani? 50 mingni tanlashni gap yo'q. Qani go, sharni yoramiz. Hoppa! Qaranglar qizlar. Ikkita 5 mingtalik 10 ming so'm bo'ladi va bitta 50 ming so'm bor edi, 60 ming so'm bor edi. Voy, o'zingizlar qo'linglar deydi. Mayli charchamanglar, xudo xolasa keyingi safar yetib olasiz, xo'pmi? Yaqin agar sizlarga ham mana shunaqa o'yinlarni yoqsa, shu videoga like bosinglar, kommentariyaga men o'ynayman deb yozib ketsanglar, men har doim Magic City'daman, kelib men bilan o'yinlarni o'ynab ketsanglar bo'ladi.